Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan bolalar bilan bog'liq ko'ngilsiz hodisalarni oldini olish, ularga yo'l qoidalarini sodda va qiziqarli usullarda o'rgatish maqsadida Yangi Namangan tumanida joylashgan 2-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida targ'ibot uchrashuvi o'tkazildi. Dastlab bolajonlar tomonidan yo'l harakati qoidalari, svetofor ishoralari haqida kuy-qo'shiqlar va sahna ko'rinishlari ijro etildi. Quvnoq va sho'x-shodon boshlangan tadbir davomida bolajonlarning yo'l harakatiga oid bilimlarini mustahkamlashlari uchun yo'l qoidasi bilimdoni bellashuvi o'tkazildi. Qaldirg'ochlar va burgutlar jamoasidan iborat bellashuvda yo'l qoidalari, piyodalarning yo'ldagi vazifalari, xavfsizlik kamari, svetofor turlari, piyodalar yo'lagidan foydalanish tartiblari bo'yicha tezkor savol-javoblar o'tkazildi. Albatta, bolajonlar inspektorlarni o'zlarining hozir javobligi, bilimdonligi bilan hayratlantirishdi. Noodatiy tarzda o'tkazilgan targ'ibot uchrashuvi doirasida bolajonlar yo'l-patrul xizmatining patrul avtomashinasi bilan tanishtirildi. Maxsus ovoz kuchaytirgichlardan foydalanish imkoni ham berilgani ularga katta quvonch bag'ishladi. Bolalarga yo'l harakati qoidalarini o'rgatish borasidagi amaliy ishlar boshqa ta'lim muassasalarida ham davom ettirilmoqda. Yana kerakmi? Hayır.